Obunachilar, bu partiyamizga shunaqa rangi tinig'idan ikkita ko'k, bitta sarig'idan so'ragan akalarimizga yetib keldi akalar mana. Oxirgi partiyamiz bomba bo'ladi akalar, narxi ham, o'zi ham. Juda va. Qo'ladimda yurishni ham ko'ringlar akalar. Bo'ldi. Ochib turav. Ana akalar, sariq uzunligini qarang, oyoq qo'lini. Shu 90-95 ko'kratgan narsa jonivor. Uchalasi ham oyoq qo'li uzun qo'ylar. Yoshlari akalar bir 5-6 oylik bo'lsa kerak endi taxminan. Ularni ham aniq bilmayman. Bo'ylari akalar 70-75 ga olaverasizlar. Lekin bularda akalar qolgan birinchi va ikkinchi, uchinchi partiyaga qaranglar, pul yengilroq. Yebichlari zo'r hammasini. Hammasi yuvosh narsalar ekan jonivorlar. Bu ko'kni qaranglar akalar, rangini, tiniqligini. Ko'k simjun ekan mana shu akalar. Mana qarang. Uni ko'kam akalar o'z dumbasidan bo'yin tarafdan tilash boshlab. Ana akalar, qo'ylarni ham uzoqroqdan ko'rsataman. Ideal holatda akalar, holati. Mana jonivor. Mana qaranglar turishini. Odamdan umuman qo'rqmas ekan. Qonni zo'r chiqdi mana sariqni ham. Xo'p, akalar, bularning narxiga o'tay. Sirazi videoni ko'p cho'zmay akalar, sizlardan kutib turmay. Narxi akalar. Xo'p, 3.250.000 so'mdan bo'ladigan taqalgan narxi akalar. O'shalasini bitta olsangiz 3.250.000 so'mdan akalar. Aloqa chiqarasizlar. Optim bo'lsangiz, endi donaga sariq o'zini olaman, narigi ko'k olaman desangiz akalar, endi donaga bo'lsa necha pilisi bor. Aloqa chiqarasizlar akalar. Bu oxirgi partiyam. Like-ni bosib, kanalga obuna bo'lib tursalaring akalar, shunaqa arzon yaxshi qo'ylardan chiqarib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.